Open budjet degan tema yana boshlandi. Ishonaveringlar, ertalabdan beri 50 ta odam telefon qildi. Yaxshimisiz? Nima open budjetga 100 yildan beri yovib ketgan oshna-og'aynilarim telefon qildi. Jigar, tinchmisiz? Ha, rahmat. Nima gap desam, open budjetga ovoz bermagan bo'lsangiz bitta podishka qo'yaring deb. Odamlar ko'chada tursang to'planib ketgan. Ha, desang bitta yog' beramiz, kola beramiz, uchastka beramiz, jentira nechtadir ovozga xotin beramiz. Buyragimizni beramiz, yutsalaring. Yo, tavba qildim borku, sal insof bilan chista qimor-ku bu. Yana itdek bo'lib kimga qarasang ovoz izlagan, boshqa qilgan, nomer sotib olgan, yangi sim karta. Boya bratishgan kelibdi. Aka, kayfiyat ha desam, open budjetdan shim so'raganda ovoz tekinga berib yuboribman. Nima desam 20 ming ekan bu yoqda bilmabman. Bularni ham tushunish kerak, bechoralar shu mahallamiz asfalt to'p qolsin, ko'chamiz uchasi ko'tarilib qolsin, nimadir devorimiz oqlanib qolsin, harakat qilib yuribdi-da endi. Yana odamlarning oldiga borib, aka, ovoz berib yuboring, open budjetga ovoz yig'ayotdik desang, tushunmaydi yana, g'alati tushunadi. SMS boradi, aytib yuboring desang, kartamdan pul yechib olmaysizmi? Tinchlikmi? Nimaga so'rayapsiz? Aytmayman SMS, kimsiz? Odamlar qo'rqib qolganda bir-biridan. Hozirlancha tushunib qoldi. Bir open budjet chiqqan paytlar odamlarga SMS bor, aytib yuboring, shu ovoz berib yuboring desang, ishonmasdi qo'rqib. Nimadir pul yechib oladi bu bandit deb. Bitta narsa alam qiladi, shuncha harakat qilib, itday issiq sovuqda yugurasan, ovoz to'playman deb turib, arzimagan bir 100-200 ta ovoz bilan bitta tumandan qolib ketasan, shuncha mehnating havoga uchadi-da. Mayli o'zbegim, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Hamma kim harakat qilib shu mahallasini asfalti, mahallaning farovonligi uchun yugurayotgan bo'lsa, omadini bersa, yutib chiqinglar iloyim.